Viloyat soliq boshqarmasi tomonidan tadbirkorlik subyektlarini soliq qonunchiligidagi o'zgarish va yangiliklardan xabardor qilish, faoliyatlari davomida duch kelayotgan muammolarni o'rganish va ularga amaliy yechim topishga ko'maklashish maqsadida manzilli uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Dilnoza Mamariyeva lavhasi shu haqida. Jarqo'rg'on tumanida tashkil etilgan navbatdagi uchrashuv viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari kichik va o'rta toifadagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida berilayotgan soliq imtiyozlari va yangiliklar to'g'risida atroflicha ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, 2025-yil 1-maydan e'tiboran o'z faoliyatini o'rta yoki yirik biznes toifasigacha yiriklashtirgan tadbirkorlik subyektlariga 1 yil davomida qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash qaytarish 7 kun muddatda tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Shuningdek, 2025-yil 1-iyuldan 2028-yil 1-yanvarga qadar kichik va o'rta biznes subyektlari uchun qo'shimcha talablar va majburiyatlarni belgilaydigan normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilishga moratoriy e'lon qilinadi. Kichik tadbirkorlik subyektlari birinchi faoliyat yili davomida ilk bor sodir etgan savdo va tadbirkorlik sohalariga oid ma'muriy huquqbuzarlik uchun ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Mana bugun Jarqo'rg'on tumanida 2025-yilda joriy etilgan soliq tizimida o'zgarishlar bo'yicha seminar bo'lib o'tdi. Bunda tadbirkorlar qiynayotgan muammolar to'g'risida masalalar ko'rib chiqildi. Shu yig'ilishda mana ishtirok etgan hamma tadbirkorlar o'ziga kerakli bo'lgan savollarga javoblarni oldi. Tadbir davomida tadbirkorlarning soliq stavkalari, soliq imtiyozlari va soliq majburiyatlarini bajarish tartiblari bilan bog'liq savollar yuzasidan tushuntirishlar berilib, umumiy ovqatlanish korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ini bir qismini qaytarish, deklaratsiya soliq qarzini bo'lib to'lash hamda soliq imtiyozlaridan foydalanish kabi murojaatlarni ijobiy hal etish choralari ko'rildi.